Avvalgi qismda barcha bomjlarni osib tashladim, chunki ular meni sotishdi. Keyin esa bir sotuvchi jiteldan uni do'konini tortib oldim. Hamma pullarimni o'sha do'konga olib o'tdim va menga keyinroq banditlar hujum qilib qolishdi va o'sha yerda avvalgi qismni ko'rmagan bo'lsangiz tepadagi yozuvni bosib tomosha qilishingiz mumkin. Undan tashqari keyingi qism bu video 1000 ta like yig'gandan keyin chiqadi. Shuning uchun ham like tugmasini bosib qo'ying. Aha, bo'la qol uyg'on. Sen kimsan? Men senga dushman emasman. Shuni bilsang bo'ldi. Men qayerdaman? Seni yaralashdi, men esa shu yerga olib keldim. Bu qayer? Kasalxonami? Ha, undan tashqari nimaga arbalet ko'tarib olgansan? Chunki bu jetilar shahri va meni boshqalar bilan adashtirib qo'yishi mumkin. Arbalet bilan yoniga kelsam, meni hech qachon adashtirib qo'ymaysan. Tushunarli, lekin Xolos gaplarimni eshit. Sen menga bir ishni qilishga yordam berishing kerak. Bu yerdagi politsiyachilar hammasi banditlar bilan birga ishlaydi va ularni hammasini, ya'ni o'sha banditlarni hammasini juda ham yaxshi taniydi va o'sha banditlarning barchasi jitellar. Buncha ko'p barcha va hamma degan so'zlar. Chunki hammasi bir-biriga bog'liq. Bo'ldi, davom etaver. Ana shu politsiya boshlig'ini deb biz ham, ya'ni oddiy jitellar aziyat chekyapmiz. Shuning uchun menga uni o'ldirishda yordam berishing kerak. Agar rad etsamchi? Rad etsang, mana shu arbaletni ishlatishga majbur bo'laman va meni eslab qolasan. Xo'p, mayli, unda nima qilishim kerak? Hozir bir daqiqa. Biroz ishim bor, keyin hammasini tushuntiraman. Mayli, unda men shu yerda sizni kutaman. Chiqib ketdi. Ishonursan do'stlar, men albatta politsiyachilarni o'ldirish niyatim yo'q. Buni ko'rinishidan bilinib turibdi banditligi. Bilasizlarmi, men mana bu derazani sindiraman va xuddi filmlardagidek ana shu yerdan qochib ketaman pastga sakrab. Bu ikkinchi qavat bo'lsa kerak, unchalik ham baland emas. Xo'sh do'stlar, pastda pichani uyum bor ekan, yaxshi va u yerda politsiyachi, buni qaranglar. Yoki bu politsiyachi bu yerda shunchaki turibdi yoki agar meni ortimdan kelishgan bo'lganda Jennerson do'stlar nima qilishni ham bilmay qoldim. Nega bu yerda politsiyachi turibdi? Meni sezib qolmaydi degan umiddaman. Nima bo'lsa bo'ldi, hozir ana jitel qaytib qolmasdan bu yerdan qochishim kerak. Mana bu yerdan sakraymiz, bo'ldi. Sekin u tomondan o'tmayman. Mana bu yerdan astagina qochib ketamiz do'stlar. Xo'sh, o'zi narsalarim joyidamikin? Yo'q, hech narsam yo'q, afsuski. Faqatgina non va dorilar. Mayli. Hozir do'konimga boraman va u yerdan pulni olaman va qishloqqa qochib ketaman, do'stlar. Chunki ishlar juda ham chigallashib ketyapti, bilasizlarmi? Bu yerda sekin do'stlar, buni qaranglar. Politsiya va taksi mashinasi xuddi bankdagidek. Bankdagi banditlarnikidek. Stop. Ularning qo'lida nimadir bor va mashina agar bularni bir-biriga bog'lay. Xaroslan do'stlar, qo'lida nimadir bor. Politsiya bu tomonga qarab turibdi. Hozir yaqinroq boramiz va Jennerson avtomati bor ekan. Do'stlar, bular aniq meni qidirib kelishgan. Agar hozir bu yerdan ketib qolsam, aniq meni qidirishadi va o'ldirib tashlashlari mumkin. Undan tashqari oddiy politsiyachilar menimcha avtomat ko'tarib kelishmasa kerak. Agar taksi mashinasi borligini hisobga oladigan bo'lsak, bular aniq jitelni aytgan gaplari va rostdan menimcha do'stlar, bu yerda bir gap bor. Qanday qilib qaytib chiqsam ekan? Agar hozir mana bu yerni sindirsam eshitiladi. U yerdan esa kira olmayman. Jennerson mayli. Hozir mana bu non juda ham qattiq. Hozir bir narsa qilamiz. 1 2 3. Bo'ldi. Nimalardir tushib qoldi sekin. Sigaret. Menimcha bu politsiya shunchaki sigaret chekkani, tanaffusga chiqqani bo'ldi, tushunarli. Va unda qurol bor ekan. Buni qaranglar. Bunaqangi qurolni politsiyachilar olib yuradimi? Yo'q, bu yerda bir gap bor rostdan ham. Ularda yoki pistolet bo'ladi, Glock yoki boshqa yengilroq qurol bo'ladi, lekin aslo mana bu yoki M4 emas. Mayli yopamiz va birinchi qavat bo'sh, yaxshi. Qaytamiz. Hoy, qayoqda yuribsan? Nima bo'ldi? Pastdagilarni ko'rdingmi? Sekin baqirma iltimos. Endi foydasi yo'q, ular seni qidirib kelishgan. Men esa bilasanmi nima qilibman? Nima qilibsan? Jennerson, o'qlarni unutib qoldiribman. O'qlarni? Avtomatimga. Arbaletchi. Shunchaki sovg'a edi. Endi nima qilamiz? Bilmadim. Bilasanmi, hozir men pastga tushganda bittasini o'ldirgandim va kimni o'ldirding? Politsiyachini, banditni va mana buni topdim. Ajoyib. Senda o'qlar bormi? 7 ta magazin bor.
Tushunarli. Mayli. Menda zirhtimcha bor kiyimim ichida. Shuning uchun men oldi qatordan jang qilaman. Sen esa meni to'sib turasan. Xo'p. Mayli unda ketdik va yo-mo'yo kelishyapti jitel. Nursen, nima bo'lyapti? Kelishyapti, senga qarab turishibdi. Pastdan Ha, baqiryapsan-ku. bo'ldi, tushunarli. Oy, yaramaslar. Qani, kelinglarchi, ola qol. Ha, mana senga avtomat bilan. Hozir bizga yordam berishimiz kerak do'stimizga. Bo'ldi. Bundan so'ng o'q tugadi. Yaxshi. Xo'sh, qani u? Hoy, menga qara, politsiyachi. Jinurson o'tmayapti. Bo'ldi. Yaxshi, qanisan? Bola qol, yordam ber. Ay, yoma-yo, oyog'im yotyapti. Ajoyib qilding. Rahmat. Bo'ldi. Uni o'ldirdik. Aha, xo'sh, endi nima qilamiz? Endi bilmasam, o'zing gapir. Hozir politsiya uchastkasiga borishimiz kerak va katta ofitserni topishimiz kerak. Shefnimi? Ha, uni taniysanmi? Bir vaqtlar unga ishlagandim. Tushunarli. O'zi u nima qildi? Uni ham aybi bor-a? Ha, hamma politsiyachilarning aybi bor. Bittasi ham bu yerda begunoh emas. Tushunarli. Nimaga? Axir ular politsiyachilarga himoya qilishlari kerak. Jiddimisan? Axir hamma politsiyachilar mafiya bilan ishlashadi. Banditlar, mafiya umuman tushunmayapman. Yaxshilab tushuntirib ber. Gap shundaki, Ha, shoshma. Yana bir savol. Meni bularning hammasiga nima aloqam bor? chunki seni tanlashdi. Kim tanladi? Yuqoridagilar. Yuqorida kim? Buni hali bilishga erta. Yana savol javobli yashirin gaplar-a? Yordam berasanmi? Yo'q, ketsam maylimi? Yo'q, tanlov imkoni yo'q. Mayli, unda yordam beraman, nima ham qilardim. Hozir nima qilamiz? Hozir hamma seni va meni qidirishyapti. Shuning uchun ham ehtiyot bo'l. Shundoq ham ehtiyot bo'lib, taktik ravishda chiqyapman. Okey. Balki taksida ketarmiz. Yo'q, shunday piyoda ketamiz. Xo'p, mayli, piyoda bo'lsa piyodada. Mana bu yerdan o'tamiz hozir. O'zi sen kimsan, shuni ayt bo'lmasa. Nima desam ekan, men bu yerda xullas mana shularni o'ldirish bilan shug'ullanaman. Lekin mana bu qurolchiligim yomon emas ekan, o'zimga qoldirsam bo'lar ekan. U judayam antiqa qurol, unga patronlarni topa olmaysan. Bor yo'q 5 tagina qoldi. Birozdan keyin tashlab yuborsang ham bo'lar ekan. Mayli, tashlab yuboraman keyinroq. Patronlar tugasin ungacha ishlatib turay. Balki politsiya uchastkasidan qurol olarmiz. U yerda hammani o'ldiramiz axir. Nima? O'ldiramiz deganing nimasi? Hozir hamma politsiyachilarni o'ldirish bilan shug'ullanyapti. Nimaga? Balki yaxshilari ham bordir. Bizda hammasini ro'yxati bor. Kim bu ishga aralashgan, xullas o'zimiz bilamiz. Sen men aytganimni qilsang bo'ldi. Tushunarli. Keyinchi bular hammasini o'ldirganimizdan keyin bizni hech kim bezovta qilmaydimi? Nima deysan? Yo'q. Mayli, bilmadim. Seni albatta tanimayman, lekin senga nimagadir ishonyapman. Xullas, bo'ldimi, boramizmi? U yerda hozir hech kim bo'lmasligi kerak, chunki shahar bo'ylab juda ham ko'p qotilliklar bo'lyapti. Hamma chiqib ketgan hozir. Politsiya? Oddiy odamlar o'lmaydimi? Yo'q, xavotir olma. Mayli, unda hozir kiramiz. Shef ichkarida bo'lsa kerak, axir u unchalik ham qatnashmaydi bunaqangi mayda operatsiyalarda. Agar bo'lsa otib tashlaymiz, bo'lmasa qidirib boramiz. Uyigacha. Okey, ichkarida. Ichkarida mana bu yerda qo'riqchi turardi, lekin hech kim yo'q. Yaxshi. Ichkarini tekshir. Ichkarida kim hali ham? Yaxshilab xonasini tekshir. Zo'r otib yubordim hozir. Xo'sh, janob shef. Hech kim yo'q ekan. Xo'sh, hech kim yo'q. Keyinchi? Keyin bilmadim. Endi nima qilamiz? Bilmasam, xonani yaxshilab ko'rishimiz kerak, balki biror nima toparmiz. Yozuvmi bu yerda? Durbin, ajoyib. Xo'sh, yaxshi. Xo'sh. Mana bu yerlarda yozuvlar aytgancha. Shefning shkafini tekshirish kerak hozir. Va bu yerda kitob va mana. Ikkitali beretta. Ajoyib, buni qara, jitel nima topdim. Zo'r, sen kitob haqida gapir. Kitob. Hozir do'konga borish, politsiyani safla. Bu yerda shunchaki qiladigan ishlar ro'yxati bor ekan. Qurolni olsam bo'ladimi? Endi u kerak bo'lmaydi. Shefga? Lekin zo'r ekan. Mana bunday krutoy bo'ldim. Xo'sh, ketdikmi? Qayoqqa? Shefning uyiga. Uyini bilasanmi? Unchalik uzoqda emas, lekin meni yaralashdi. Men mashina hayday olmayman. Mashining bormi? Yo'q, politsiyanikini olamiz. Unda mayli. Ketdik. Xo'sh, shoshma, qurol olaylik, qurol.
Hozir mana bu yerda bo'lishi kerak. Yaxshi. Xo'sh. Bu yerdan olamiz mana buni. Zirhimcha senda bor-a? Ha, bor. Mayli, men o'zimga kiyib olaman. Kiyimga mos tushdimi? Albatta. Xo'sh, va M16. Avvalgi safar bu yerda M4 edi. Mayli, M16 ham yomon emas. Hammasini olamiz. O'qlarni va pistoletlarni taxlab olishim kerak. Bu yoqqa, Scorpion bu yoqqa. Xo'sh, Berettani bu yoqqa olamiz. M16 esa bu yerga, agar M16 tugab qolsa, Berettadan otaman. Yoki teskarisi vaziyatga qarab. Bo'ldi. Ha, yo'q, menimcha bunchalik ko'p patron kerak bo'lmasa ham kerak. Mayli, men tayyorman. Ajoyib, unda yo'lga otlasak ham bo'ladimi? Aha. Xo'sh. Bu yerda o'zi mashina bormikan? Bo'lishi kerak. Qara o'sha yerlarda. Xo'p. Bor ekan, ikkitalab. Menga yo'q deyishgan. Va mototsikl. Ketdik mototsiklda. Jindimsan, men qayerligini ushlayman. Belimdan va mana bu yerga o'tirasan. Yo'q, meni qo'lim yaralangan. Yaxshisi tinchgina mashinada ketamiz. Xo'p, mayli. Mana shunga ketamiz. Meni tushunding-a? Aha, lekin o'sha yerga mashinada borsak bo'lmaydimi? Ha? Yo'q, sezib qolishadi. Mayli, unda ketdik. Do'stlar, hozir yana biroz yursak yetib boramiz. Bo'ldi, chiq ketdik. Hozir qurolimni ko'ray. Aytgancha, o'zingga o'q olib oldingmi? Yo'q, M16 to'g'ri kelmaydi akamga. Nimaga unda M16 olmading? U yerda ortiqchasi bor edi. Ha, endi istasang Berettani berishim mumkin. yo'q, shart emas. Mayli, o'zing bilasan. Unda ketdik. Aha. Xo'sh, shu yerda yana qancha yurishimiz kerak? Bir 50 blokcha yursak yetadi. Okey. Xo'sh, hali ancha bo'lsa kerak. Durbini olganing yaxshi bo'ldi. Uzoqdan kuzatishimiz mumkin. Ha, to'g'ri aytsan. Mana burilish. Qarang, o'sha yerdan qarachi. Shu yerdana? Ha, qara. Hozir. Xo'sh, bu yerda. Ko'ryapman. Katta ofitser va jitellar va taksi. Ko'rdingmi? Men esa boshda senga ishonmagandim. Rostdan ular gaplashib turishibdi va qanaqadir yuk mashinasi. Xo'sh, nima qilamiz? Kel, mana bu yerdan o'tamiz va yaxshiroq qaraymiz. Aha, kuzatamiz, ha? Ha. Xo'sh. Bu yerda Jennerson yuk mashinasi xalaq beryapti. Mayli, daraxt ustidan o'tamiz. Asosiysi bizni sezib qolmasligi. Sen shu yerda turaver, xo'pmi? Mayli. Jennerson bu yerdan o'ta olmayman. Sen shu yerda turib meni, Jennerson, senda o'qlar yo'q. Meni pana qilib tur demoqchi edim. Bo'pti. Unda sen shu yerdan kuzat, baribir senda o'q bo'lmasa, men o'zim hammasini eplayman. Rostdanmi? Eplayman. Hozir bir qayta o'qlab olay buni. Bo'ldi, tayyor. Unda boshladik. Aha, men kuzataman. Bo'pti. Unda hozir mana bu tomondan o'taman va uni anarog'i. Birinchi politsiya ofitserini o'ldiraman, keyin qolganlarni. Bo'pti, omad tila. Omad. Xo'sh, sekin. Buni birdan o'tamiz, do'stlar. Bo'ldi. Asosiysi bizni sezmasliklari kerak. Jitel joyida turibdi. Biror nima bo'lsa, hushtak chalasan, xo'pmi? Jennerson, bo'ldi, o'zim ham boraman, ketdik. Okey. Va sekin, do'stlar. Hujum qilishdi. Yaxshi. Ifloslar, otishyapti. Lekin menda zirhnincha bor mana. Ifloslar. Jitelni otishmoqchi. Hozir eplab tashlayman. Jennerson qochish kerak. Hozir mana senlarga hozir. Sekin. Bittasi o'ldi. Ichkarida. Hozir. Bo'ldi. Xo'sh, yana bormikin bu yerda? Menimcha qolmadi. Boshqalar yo'q. Hammasini o'ldirdik menimcha. Xo'sh. Rostdan ham hech kim yo'q. Jitel. Aytganingni bajardim. Hozir qayta o'qlab olay yana. Bo'ldi. Yaxshi. Jitel. Jennerson. Jitel. Nafas olyapsanmi? Yaramaslar. O'ldirib qo'yishdi Jitelni. Jennerson, uni himoya qila olmadim. Nimaga ham keldim, lekin u menga hammasini tushuntirib bu yerda meni olib chiqdi.